Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Akalar, bugun video syomkalarimizni yana har doimgidek o'zimiz xonadonimizdan olib boramiz. Akalar, birinchi partiyaga 2 dona mana bunaqa ona bolalarni o'ta ham go'zalidan va haybatidan kelib qoldi. Hop, birinchi qo'yimiz mana yuzlari ham o'ta tiniq, go'zal. Zirillari ham o'ta kelishgan. Bolasi qo'chqor, mana yonida turibdi, 1 oylik bu yog'ida. Bo'ylari ham 85 plyus chiqaveradi xolasa qo'yimizni. Dumbalari ham o'ta go'zal. Tishlari 6 tish, bo'ylari 85 plyus. Hop, mana bunisi ham bolasini sho'raydi. Mana 2 tishdan 4 tishga endi o'tyapti qo'yimiz. O'ta go'zal. Barazilizlari ham mana bolasini ham qulog'imda tumshuq ko'rsatib. Mana qo'chqorchi, orqasini ham qo'ygan. Mana onasi, mana dumbalari ham o'ta go'zal. Qo'yaveradi. Qo'chqorchi, birinchi bolasi bo'lsa kerak, 4 tishdan o'tyapti mana. Shalpon quloq qo'zichoq, qashqa. 4 tishdan 2 tishdan 4 tishga endi o'tyapti bu qo'yimiz. Qo'chqorcha bolasi, bo'ylari ham 85 plyus, xotirjam chiqaveradi akalar buni ham. Bu ham 85 plyus. Bu 4 tishdan 6 tishga o'tyapti, bu 2 tishdan 4 tishga o'tyapti. Hop, narxi bir joyga bo'ladigan bo'lsa akalar 9 million so'mdan ketaveradi akalar bir joyga. Toshkentga do'stlikasi ichida. Yakkala mana buni o'zini olaman deganlarga kelishadigan joyi bor akalar. Bir joyga ikkalasini ham bolasi qo'chqor 9 million so'mdan ketaveradi ikkalasi ham. Kimga qiziq bo'lsa ekrandan nomerga aloqa chiqaverasizlar. Like bosib turasizlar akalar. Videoda oxirida qo'zimiz bor, qo'zimizni ham ko'rsatamiz. Ikkinchi partiyamizga akalar mana bunaqa qo'chqorga qo'shishga tayyor qo'ylarimiz bor. 2 dona buni ham soni akalar. Mana bittasi qizil kashtanidan akalar. Mana kashtan qo'yimiz, yiltir junidan. Bunisi qop qorasi, mana tum qora qo'yimiz akalar. Kashtanning qorasi bunisi akalar. Hop. Bo'ylari bu ham 85 plyus chiqaveradi akalar, bularning ham bo'ylari. Mana qo'ylarimiz. Bunisi 4 tishdan 6 tishga o'tyapti endi mana shunisi. Kashtan akalar. Mana qop qorasi 6 tishdan 8 taga o'tyapti akalar. Mana oyoq qo'llari uzun. Dumbarazlari joyida. O'ta ham go'zal. Bo'ylari 85 plyus chiqaveradi ikkalasi ham, xudo xolasa. Tishlari 4 tish, 6 tish. Hop, bo'ylarini aytdik. Narxiga keladigan bo'lsa, akalar, narxi ikkalasini bir joyga bo'ladigan bo'lsa 12,5 million so'mga Toshkentga do'stlikasi ichida yakkalabga kelishamiz akalar. Mana orqalarini ham ko'rsatib qo'yaylik. Mana qo'chqorga qo'shishga tayyor. Mana qo'ylarimiz. Hop. Kimga qiziq bo'lsa ekrandan nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa keyingi partiyamizga 1 dona qo'zini bonus qilib qo'yib beramiz akalar. Narxini o'ta ham bomba qilib beramiz akalar. 3-partiyamizga akalar mana bunaqa bitta qo'zichoq bor akalar. Qo'y qilib olaman degan akalarimizga ovqat yeydi, hashak yeydi akalar. Mana shu bedamizdan beryapti, yeyapti, kepak yeydi. Yeb ichishi zo'r. Onasini akalar, onasidan ajragan xullas bu qo'zimiz. Kim mehr berib boqib olaman desa, dumbani o'girchi, orqasini o'girchi boqib olaman degan akalarimizga mana 2,5 oylik qo'zichoq, urg'ochi akalar. Baqag'ir, kallani. Mana 2,5 oyoq bag'ida qo'zichoq. Xullas onasi yo'q. 2 million 300 ming so'mga kimga qiziq bo'lsa, ekrandan nomerga aloqa chiqaverasizlar. Toshkentga buni ham yetkazib beramiz akalar.